Sizlardan gaplashamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Qayerdan keldinglar? Qoramondan chiqdik aka. Qoramondan. Xo'p, Nara Beshbarmoqlariga oldin ham kelganmisizlar yo endi birinchi? Ko'p chiqamiz. Har hafta Sinfdoshlarmisizlar sizlar? Qizil kitobga kirgan sinfdoshlarni biz topdik. Va yig'iladigan do'stlarni topdik. O, ana Nara Beshbarmoqlarga birinchi shartimizni bajardik. Ikkinchisi, obuna bo'lgan bo'lsangiz, demak, layklar ham bor, ha? Like, nima mana shu pastroqda pul istash kerak. Nara Beshbarmoq. O, ajoyib ekanlar. Hammani guvohiga olsin. Beshbarmoq yeb bo'lguningizcha hammasiga like bosib, bir to'rttadan kommentariy ham yozavering. Ha? Ruscha yozsangiz ham bo'ladi. Xitoycha yozsangiz ham bo'ladi. So'kinmasangiz bo'ldi. Xo'p, bittadan beramiz. Qani? Bittadan beramiz. Mana shu otxonada mashina so'yamiz deb video qo'ydim, o'shani ko'rdim, cheydim o'zaga. Shunaqa bo'ldimi? Albatta. Videodagi haligi ot so'yildi. Videoga qo'ygan qizil ot so'yildi. U demoqchiman, kuzatib yuraman demoqchiman xolos. Bular nima so'yilyapti? Har bittasini kuzatib yuradigan muxlislar ekan bular. Qarang mana nima yeyotganligini ham bilishadi bu. Aynan o'sha otda hozir qazisidan mana sizga Beshbarmoq tayyorlab beramiz, xudo xohlasa. Yana tashrifinglarni kutib qolamiz. Bemalol ichkariga kelib joylashishinglar mumkin. Chiroyli sharoit qilib joylarni qilib berishadi. Juda ham kuzatuvchan muxlislarimiz ekan.